Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdorligidagi Ailam programmasi. Programmamizni Şinjan Dilraba Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi Chumuli bolalar mahsulotlari. Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi, Şinjan Önüm Madaniyat Taqtish Çeklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar Mablag' Selish Çeklik Şirketi alayda qo'llagan. Lezzet Mısır'ın kıyızları. Sevgili dostlar, bir bala bir ailenin ümidi, milyonlagan bala milyonlagan ailenin ümidi. Onun şu milyonlagan ailenin ümid çırpı boğan balalarımızga süpet kamera buluş, doğru arzu, nişan belgileş, doğru boğan dünya karşı yetekleş üçün programımız her saha, her kasbdagi ilg'or idedagi ota-onalar bilan birlikda ularning farzand tarbiyalash yo'lidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solamiz. Programmamizni yana psixikalik yetaklash berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazidan Muborak muallimni alayda taklif qildim. Yaxshimisizlar? Unda bo'lsa bugun programmamizni taklif qilgan bu suyimli oila a'zolari hisobi kimdir? Birlikda ko'rib boqaylik. Şinjanның әмілі күшке еге даңлық нақшысы, Şinjan Uyghur moda muzika başlantısı, Abdunum rayonluq Şinjan moda muzika cəmiyyətinin kengaş əzası, Abdunum rayonluq Yaşlar Birləşməsinin əzası, 4-cü qarar Yipək yolu sadası proqramısının ustad sənətkari Mömincan Abdikim və onun umaq bərəkətləri. Albatta, programmamizning boshlanishidilla ko'pchilik bizning bugungi aziz mehmonimizning kimligini bildi. Qanday bo'lsa, qizg'in alqishlarimiz bilan bizning bugungi sevimli oila a'zolarimizni, aziz mehmonlarimizni bir qarshilaylik. Qarshilamiz. Memjakamni hamda ekran oldidagilarga menbekcha tanishtirmasam-mu, menimcha aytimi tunishliq, kasbdan aytib utuq qozongan, hammaylanbek yaxshi ko'radigan qalblarimizdan o'rin olgan sevimli san'atkorimiz, shundaqla oilada bir mas'uliyatchan ulgulik bir yaxshi dada. Bu ikkilan bo'lsa, umoqlar Memjakamning farzandlari. Undaq bo'lsa, o'zinglarni bir tanishtirib o'tamsizlar ekran oldidagi do'stlarimizga? Yaxshimisilar? Men Sinayya. Men bugun 14 yoshga kirdim. Men to'liqsiz. Qarshilamiz. Yaxshimisizlar? Mening ismim Azmat. Bu yil 11 yoshga kirdim. Boshlang'ich 5-yillikni o'qiyman. Qarshilamiz. Salom, ekran oldida o'tirayotgan do'stlarlar, birodarlar. Oilam programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishimdan intayin xursandman. Va bu program orqali tunji qatim ikki farzandim bilan birga sizlar bilan o'zimizning hissiyotlarimizni o'rtoqlashganimga xursandman. Qarshilamiz. Memjakam ko'pincha faoliyatlarda o'g'lini birga etib chiqqan shunaqku. Azmatni biz jiqroq ko'rgan hamda kechiliklarda bo'lsin, ekranlarda bo'lsin, kichik naqsh etib chiqqan vaqtlarni. Lekin qizingiz bilan biz shaxsan mening tunji qatim uchrashishimga, ekrandagi do'stlarimizning tunji qatim uchrashishimdi yo bundan burunmi ko'rishgan bo'lmaydimi? Bundan burun asosan sizlar degandagidek ko'pincha Azmat bilan chiqqan bo'lsaqmi, lekin mush 2-3 yil burun biz uchimiz birlashib Jungo degan naqshlarni aytib, shu chaqda qizim bilan chiqqan tunji ko'rinishlar shu. Qizingizning lekin bir pianino chalgan ko'rinishi bektar qolgan-a, Memjaka? Qizim kichigidan boshlab 5 yosh vaqtidan boshlab pianino o'rgangan. Mening asli bu 5 yosh vaqtida kichik bolalar degandan keyin o'zining nimaga qiziqishini bilmaydi. Lekin bizning akamning uyida ganchin qo'yaqliq bo'lg'achqa qizim shu kichikkina o'ynab yurayotgan vaqtlarda ganchinning oldiga berib chalimi deb turib oldi.
Çalımı dep turib olgandan keyin bizim ko'tarib qo'yib qo'ysak, cho'nglarni dorab, notini varaqlab turib birdam chaladi, notini yana varaqlaydi, birdam chaladi, varaqlaydi. Bu ham o'ziningki boshqalarni do'rish hisoblanadi. Qiziqyaptamdi, qiziqmayaptamdi, buni biz bilmaymiz, lekin shuni qarab turib biz o'zimizning kichigimizda agar imkoniyatimiz bo'lgan bo'lsa, bizning kichigimizni tatib shunday bir tarbiyalangan bo'lsak deydigan afsuslarimiz bilan hozir yashayapmiz. Shunday bo'lg'achqa bolalarimiz kelgusida mayli buning bilan shug'ullansin, mayli shug'ullanmay qolsin, ish qilib tarbiyalash tegishli narsalardan tarbiyalab qo'ysak, keyinchi asqatib qoladi degan niyatda 5 yosh vaqtidan boshlab Ganching darsi berib o'tgan. Mana hozir bu yil 10-darajadan o'tdi. 10-darajadan o'tish degan qandoq bir hukm endi 10 yil o'rgangandan keyin ondan o'tish deb bu endi qoida bo'yicha 10 yil o'rganganda o'tish kerak. Masalan, yilda bir o'tidi. Lekin qizim 5 yoshdan boshlab 6 yoshda berish kerak-ku. Endi 5 yoshdan boshlab o'rgan desak, 5,5 yoshdan boshlab o'rgangan 6 yoshda bo'lsa, asli bu 10-daraja tugmaydi. Lekin atlab yurish imkoniyati bor. Birini badi, 3ni badi, 3dan keyin 5ni badi. Yilda bir atlab berib 10-darajani badi qandaroq eslatgan qizim bir deb batmi? 10-darajani berib bo'lgandan keyin boshqalarga ham ma'lum bo'lsam bo'ldi. Anken har qanday nota qarab o'zim o'rganib chala olaman. Uningga hech qanday masala yo'q nota qaragan vaqtlarda. Demak, endi 14 yosh kirdi shunami? 14 yosh kirdi. 10-darajada o'tdi, hozir bizning bolalarimizga ma'lum bo'lsa bo'ldi-ku. 10-darajada o'tdi, hozir bizning bolalarimizga ma'lum bo'lsa bo'ldi. Ya bizga deyarmidim shuma. Hozir hamda 11 ga tayyorlik qiladi. 11 asli hamda hisoblama darajalarini ichida 10-daraja bilan ko'pincha bolalar to'xtab qoladi. 11-daraja qanday? 北京的那个演唱会资格证比较多，演出会资格证上man zehni chiqib o'zim chalalamayman. Muzikachiligingizga o'tkazsangiz bo'ldi. 11dan o'tib ketsa, muzikachilik o'tkazishga bo'ldi, lekin bu 11dan o'tish pek tez. Bu 2 yilmi, necha vaqt kerak unda 1 yilda ish qatlab berish emas, bu 2 yilgacha tayyorlik qila olamdi yo'q. 14 yoshgacha 10-darajada bo'lgan keyin 2 yil qolmay 11-darajaga to'liq hozir to'liq sizning 3-yillikda o'qiyotgan bo'lg'achqa biz Ganching darsini asli haftada bir oladi. To'liqsiz chiqqandan keyin, asosan to'liqsiz chiqqandan keyin 2 haftada birga almashtirib o'tdik. Ham mashqima ozlab ketdi burun boshlang'ich o'qiyotgandagidek. Mashq ozlagandan keyin endi mana 11 ga imtihon berishni menimcha shu to'liq o'tir 1-yillikda berish mumkin. Endi bolalarningki bir orzusini davomlashtirish uchun cho'qim bir ota-ona uningga yaxshi yetakchilik qilish kerak-ku. Mushu jarayonni sizlar qanday qildinglar? Menimcha bizga ozroq bir ta'lim bering, biz yaxshi bir davomlashtiraylik. Bola degan kichik vaqtida yana bola ekan-da, lekin shu vaqti bak payz vaqtiga. Shu 7 yoshdan to'yangi vaqtlar, hattoki 9 yoshdan to'yangi vaqtlar nayt payz vaqtlar ekan. Shu vaqtlarda biz mani qilsangiz bo'ladi bola, mani qilaylik, mani bir o'rganaylik desak, bu bolalar rayishlik bilan o'rgandigan vaqt ekan. Sal cho'ng bo'lib qolgandan keyin ularning qiziqishi o'zgaraydi ekan. U chaqda biz dastlabki asos bilimlarni hech bo'lmaganda mani egallasin deydigan bilimlarni mani egallang desakmi, u chaqda o'zininki qarshi shakllanib bo'lgandan keyin sal tas to'xtaydi ekan. Asli bunga men qiziqmaydim. Mana u chaqda biz mayli qiziqishi bo'yicha yetaklasak bo'ladi. Lekin kichik vaqtida o'xshamagan yo'nalishlar bo'yicha ananga deb yetaklab qo'ysak, shuning ichidan birisini tanlaydigan gap. O'g'limni o'rganib 7-darajadan o'tdi. Qizimni 2 yilsa, endi mashq qilish intayin tas buning. Har qatim mashq qilgan vaqtda men safada yetib turib, bular ayrim uyda mashq qilib shunda to'xtagan davomlashtiring deb yana qo'llab qo'ydim. Yana davomlashtirib, yana to'xtab birdan 1-2 minut to'xtab qolsa davomlashtiring deb qo'ydim. Bolalar degan intayin oson erib qoladi. Erib qolgandan keyin fikr chechilib ketadi. Biz shuni azroq yetakchilik qilib, azroq yetakchilik qilmasak, shuningdan osonlab zerikib qolish ehtimolligi bo'ldi. Shunga balkim bu bolalar hozir shu vaqtlarda zerikkan bo'lsa-mu, lekin hozirmi his qilib ketolmaydi.
resmiy 20 yoshdan oshgan vaqtda Undan o'zir his qilgan bo'lsa, dadam menga mujda qilibdi deydigan shunda chelib berib qolgan vaqtimda chammamsa deb baqiraydi deydigan bir hissiyat bo'ladi deb o'ylayman. Ham kelib o'zi shuni chelish jarayonida huzurlanadigan bir kayfiyat shakllandiki. Hozirmi shunday bo'lamsiz? Hozir masalan chag'ansir huzurlanib shunda bir xil hayajonlanib ketamsiz ya? Özüm yaxtırdıgan muzikalarni çalanlaşda bulma. Yaxtırmagan muzikalarni çalanda azroq zerikib qolma. Masalan, qanday muzikalarni yoqtirib chalsiz, qanday muzikalarni ancha yoqtirmay chalsiz? Özümge çaylık tuyulduğan lirik muzikalarni yaxshi ko'raman. Unda bek tez, ondan qo'yilishi yo'q muzikalarni yaxshi ko'raman. Mijoz xarakterimi ig'ir besif, bo'g'ashqa lirik muzikalarni yaxshi ko'rganda. İlk davamlaştırın degan gapga bak qiziqdim. Masalan, ilqi mundaq bo'ldi-chu, balalarning bir qarshilish mezgili bo'ldi. Dastlabki birinchi bu vaqt qarshilish vaqti 2-3 yosh vaqti. Ammo bu bala qarshilish vaqti 7-8 yosh vaqti deymiz. Andan 12 yoshdan ustiga chiqqan chaqda ilqi yoshlik bahor mezgiliga kirib qarshilashidi. Masalan, mush necha yosh? Hozir 11 yosh. Siz 14. Mush 7-8 yosh vaqtlarda shu siz masalan davamlaştırın degan vaqtlarda unda qarshilashganmi? Hozirga qadar qarshilashmoqman bolalarning. Masalan, bu davomlashtiring degan gap ma qizim Sunayaga hamda asosan Ganchingninki besimini yenigiltib etdik. Hamda davomlashtiring, chelang, mashq qilmadingiz degan gaplarni uning darajasini o'tib bo'lgan ekan. Balam bugun darsingiz borku deb desak, shu darsi va kunlam bir haftaninki 2 haftada bir darsi va faqat darsi va kunlam kitobni yarim soat ko'rib qo'ydi, berib darsini yana o'disini chiqib ketalar chunki o'qituvchi bo'lish nemisiga bog'an darajaga emasmi? Shunda bo'lgan chiqib ketalardi, qizimga uni deyishni zaruriyati yo'q. Ham o'g'lim va hozirmi davomlashtirmamsa deymiz, qarshilashmaydi. Shunda va Endi turli kelguslarda ya azra qarshilashib qo'ydigan şeyda. Masalan, shu madad bermiz dedi-ku baya siz bilan tang balaga madad bermiz deb. Ba'zi atalar nadi ketkizib qo'ydik-a desangiz, nayti çok güzel bir rəvişdə dediniz onu balam davamlaşdırın degəndə bəzilər şu bundaq çukudan birini tutulub qapaqını turib mən saatiga manç puldun sana dəsmi silavatman nim deb qılmaysa deb əgər qarşılış məzgildə balalarınki aşqıl halət şəkillanıb qalsa chuqum bundaq yaxshi natija chiqmaydi. Hozir Mo'minjonning qilgan bek to'g'ri ishi. Men hamroh bo'laman, lekin besim ishlatmayman, umidim deyman. Davomlashtir emas, davomlashtiring. Davomlashtiring. Shundoq yumranda mavsumni bek yaxshi ishlatganki. Hamda hozir qadar Ganchingga nisbatan asosan majburlash bo'lib boqmadi. Faqat mashq vaqting to'shdi, mashq qilat degan bo'lsa, hozir mashq qilasang bo'lam deydigan holat ketdi. Bir huquqni ba'dingizda tanlash huquqi. Mashq qilman desam qilma. Huquqni qo'lga olgan odam aning ichida ijro qilgan mezgilda men o'zim tanlagan yo'l, o'zimga buyruq qildim deb bir rohatlik berdi. Menimcha sizlar Ganchingchilikni vazifa deb o'ylamsizlar yoki xushallik deb o'ylamsizlar? O'zim çağım gap mesela dadam mesela çalamsa degan vaqtda mesela topshiriq yozayotgan bo'lsam boshqa qilasam mashina qilib bo'lay deb ondan unab o'zim qilib bo'lgandan keyin o'zim xohlab chalsam bir xushallik tuyuldi. Lekin mesela dadam burunga o'xshash chal bu vaqtda boshqa ish qilmadi qilsa bir xil bisim bo'lib qolib chağım kelmaydi. Hozir lekin chaqin keldi. Shunda men o'zim xohlab qilsam chaqin keldi. Sizchi? Men o'zim xohlagan vaqt chalman. Lekin o'zim dadam uncha so'lamaydi. O'zim turib kirib qolmay, Ganching bor eganda o'zim chalmay, o'tirib o'zim yaxshi ko'rgan muzikalar shuni undaq bisim qilmay. Ögünüş jarayoni amaliyoti bek güzel bo'ldi-chu. Mayli Ganching o'ginaylik, mayli darslik o'ginaylik. Masalan, topshiriq bo'pti. Atallar biz qanday o'ylab oldik ekanmiz degan joyda o'quvchi bo'lganki, buning vazifasi o'ginish. Mundaq deganki, bolalar qanday bo'ldi degan o'ginish o'zimning huzuri uchun emas, balki vazifa o'rindash uchunki deydigan bir ong shakllanib qoldi. Bu ongni biz yeklaydi-chu. Psixik holatni yeklaydi. Vazifani kim yaxshi ko'rdi? Men yaxshi ko'rmayman. Dilrabo siz yaxshi ko'rasiz vazifani. Yaxshi ko'rmayman. Hozir mayilda to'g'ri qilayotgan ishni o'rgan chog'da Ganchingni o'zing xohlab chalsang bo'ldi. O'tir maktabga chiqibdi, ana vaqtini aytib ilmiy o'rinlashtirib beribdi. Haftani qisqartibdi. Dars soatini burun askartish rolini o'ynaydi ekan. Lekin hech qachonda bolalarga hozirgi ahvolda "Masining vazifang,
vazifa degan ot yo'q bu yerda. Faqat sening xo'shalliging uchun, sening huzuring uchun deganda huzurni kim yaxshi ko'rmaydi? İnsanlarning hammasi huzurni yaxshi ko'rdi, balalarni bak yaxshi ko'rdi. Shunga ma tarafdan ma tarbiyani bak yaxshi ishlabsizlar. Men bak xush oldim. Burunqi qaraganda jiq aqlliq bo'ldik. Bal tarbiyalash ta'sir. Demak, yana shu ma'lum cho'ngini shunda yaxshi tarbiyalash yo'liga kirgizgandan keyin kichiga o'zligidilla yaxshi ko'rib, badisingizdan yengib, men cho'qim ugunay, yaxshi ko'rib, badandek chala oladigan bo'lsam. Masalan, cho'ngni tarbiyalashda mayli topshiriq ishlash bo'lsin, mayli darsliklarga bo'lgan qiziqish bo'lsin, cho'ngi kichigidil birinchi, ikkinchi yillik shunda yaxshi atrofli tarbiyalayotgandan keyin bu qizimni hozirga qadar topshiriq ishlamamsa, topshiriq nimishqa ishlamaysa, qachon nim qiladi degandek ishlarni surishtirib boqmadim. O'zi kelib, o'zi ishlab, boshlang'ichda shunda to'liqsizdim shunda bo'ladi. Hatto kech 10:30, 11 bo'lib ketadi. Tukka biz balda uxlab qolamiz, qizim o'zi tugitib uxlaydi. Shunda bo'lg'achqa Azmat hadisdan o'ginib, shu bo'yicha o'zi hamda hadisga qaraganda o'g'avalni boshqarish sal ta'sirlidir. Sho'xra qildi ekan, sal keyinroq so'raydi, lekin ish qilib o'zi tugitadi. Demak, hamma jihatda shu hadis ulg'olab menvatadi. Onun ustiga Azmat kichigidan bakchiq narsalarga qiziqadiganini biladi-ku. Hozir shundami? Shu qiziqishlarning ichidami, masalan, dastlabki vaqtlarda avval astronomiyaga qiziqib qoldi. Bu astronomiyaga qiziqishmi shu Sunayya musha hadisi ta'sir qilib, nimani o'rgangan bo'lsa, kelib deb bergandan keyin osmon jismlari haqida so'zlab bergandan keyin bu o'g'lim buning qiziqib qilib, mushu Banyanjing operation talab qildi mendan. Endi oddiy bo'lsa-mu, bak ko'zdanmisimi, ish qilib, bolalar qasdim birini eppasam, shu darezdan chiqarib olib turib, ko'zib ketdi. Ko'rdim deydi, ayni ko'rdim deydi. Amaliyotda o'chaq kichik vaqtlarda ba'zi ko'rindi ekan, ba'zi ko'rinmaydi ekan. Nimada qarab baqsam ko'rinmayotgandek. Shunda, "Ha, ko'rdim bolam" deydim men shu chaqcha. Ko'rdim bolam deydim. Undan keyin bu shuning qiziqqanchilam, aniq iPad'dagi uchurlarda to'r uchurlarga diqqat qilgan bo'lib qoldi. Uchurlarga diqqat qilib, manchinjayning manchinji kuni oy tutildi ekan yoki manchinjayning kuni osmonda bo'ladi degan kunsa alayda shu kunni menga eskartdi. Mush kunda mushda ish bo'ldi ekan, biz shu kunni o'tkazmayli desa, men shuning vaqt chiqarib, kechsa esingda bormi, biz mashinalarni haydab, nansanlarga berib, kunning oyning tutilishlarini kuzatib beqib, ko'ra olsak, ko'ramasak, ko'rdik deb xo'shilab yenib ketdik. Ya shuning ta'sirida uning bir mezgil qiziqib yurdi. Andan keyin hozir cho'ng bo'lgan sira qiziqishlari har xil yangi bo'ladi. Nima qiziqsa iloji qilib, shuningdan ma'lum nisbatda shuni to'yindirishga tirishyapman. Mopek yaxshiki. Mundaqcha o'ylaqi, hozir ota-onalar bek tashvish holatda. Shundaq tashvish holatda bolasiga eng yaxshisini bersamkan deydi, u qalbini tushunishga bo'ldi. Lekin bu nimga burdi desa, masalan, bugun menga qiziqdi. Shu sharoitni hozirlab berdi. Atsi birsiga qiziqdi. Hozirlabni berishni sal gumonlandi. O'gini mau vaqt birligi sal uzunga endi. Yana birsiga qiziqish ota-onalar tashvishlaniga. Voy, mening bolam nimda tuturuqsiz, nimda o'zgarishchan deb ansirayotgan. Lekin u ansirash to'g'ri emas. Bolalikqa nazar doirasi kengayish kerak-ku. Nazar doirasi butunlay kengayish kerak. Lekin sizlarning oilada bu bek yaxshika. Universallik shunday hurmat qilibsiz. Qaysiga qiziqsa, shu xil sharoitni hamda amalning barcha yaratib berib, o'zingizdan bir nima qezib baqa deydigan bir sharoitni yaratib beribsiz. Shunga ota-onalarga mashta deyman, amaliyotda nurg'unlagan bolalar ujmi ko'ngil emas. Ular nurg'unlagan marojnalar bor bu yerda. O'xshamaydigan tam. O o'xshamaydigan tamlarni tetib beqotadi. Shuning uchidan o'zi yoqtiradigan bir marojnani tanlab olmoqchi. Lekin ota-onalar ikki xil tamni berib ham keyniga berishga qo'rqaydi-ku. Ma qo'rqash butunlay behojat amaliyotda. Endi masalan, o qiziqishlarini olib ketib yaqin yozi bu undan keyin hamda osmon azizlarga qiziqish jarayonida bu shu uchqlarga dastlab olam gemisi qiziqqan bo'lsa, keyin shu aeroplan turlariga, aeroplanni qaysi aeroplan qanday uchadi, qachon yasalgan, tipi qanday,
nada yasalgan degandek narsalarga ko'proq qiziqib qolib, hozir aeroplan havaskor bo'lib ketdi. Shuning bilan yaqinda diqqat qilsam, bir qatim men shu qiziqishga asosan atayim Beijingga apardim. Ben görüp siz bunu tembrikanız görüp sorgandım. Mümceka bu ne ki? Siz de sorgan. Beijingga bir safarim bo'lib qolib, buni 3 kunlik ruxsat so'rab, Beijingga aparib, Beijingda baka Moni aeroplan deb apardim, aparib buni bir uçqizib qo'ydim. Rasmiy uçqizga o'xshash o'tirib. Açtaki. Uçtu. Tembrikaga chiqirib kelgan mümceka ben Üzümü ama şunda hoş oldu. Bir gün apardım. Bir gün aparsam kanımda ikinci günü yana apardım. İkinci gün aparıp ben 2 kişilik pul to'lagan. Birinci günüsü 2 kişilik pul to'lab bo'lib, bu 3 pulab qanmay turib dadasiz keldi dedi. Yana sevişa dedim. Yana sevişa deb bu işte ikinci günü bağa vaqtda siz bir uçup baqinglar degandan ben bir uçup baqqan boldim, lekin o'g'limdek uçamadım. Bu bakroq ilqi tenermi hayron qoldi. Manimi deb so'rasam, shu aeroplan bilimsizlik manasini asosan degandan keyin bo'ldi ekan deb bir uçqan bo'ldi. Shundan keyin bu narsani biz do'yinga chiqardik. Do'yinga chiqargandan keyin buni o'zi shuni dastlab qilib turib, biz do'yinda uçquchlarninki har qanday uçquchlarning aeroplan bilimsiz o'tirib chiqarib qo'ygan ancha shu qisqa filmlar bo'ldi. Shuningga so'z qoldiribdi bu. So'z qoldirib o'zininki bir havaskor ekanligini, tunishni xohlaydiganligini desa, shu Chengdudami? Guangzhou, Beijing'dami bor? Guangzhouda, Beijingda, Chengduda, Eysanbaling deydigan. Eysanbaling degan aeroplanninki 2 qavatlik eng cho'ngi. Kapitan değerli kutuma fırsat bulamda Eysan Vuling aydaydigan aeroplan başlıqları bilan Vishin qatışıp Sen böyle çok adamlar bilen. Vishin qatışıp şunu bilan do'st bo'libdi. Buningmi endi mening azroq noroziligim bor tarafi nima degan chog'da bular bu aeroplan boshlig'i mushunga o'xshash havaskorlar va uçquchlar to'pidan qo'shilgan bir 30-40 adam bormi? 36 adam bor bir top akirib qo'yapti. Akirib qo'ygandan keyin dastlab kuzatib baqsam bular ancha-muncha so'zlashdi, menga ko'rsatdi so'zlashgan jillarini. Ko'rgandan keyin asosan aeroplan haqida so'ralgan savollar, qanday shu avariyninki uningga bo'lgan ta'siri, ishqilib shu aeroplan bilimlari to'g'risida so'zlashgan ish ekan, bo'ldi, mayli dedim, lekin ko'pincha hollarda bakroq shu ko'p berilib ketib qolgandek tuyg'uda bo'lib, men azroq norozi bundan. Azroq norozi balam bak berilib ketmasam bo'ldi. Xuddi iPaddan ko'tarilmayotgandek boshimcha. Ashta tuyg'u bor. Shun pat buningga unda qilmagan, topshiriqni oldi bilan ishlagan, iPadga bak berilib ketma deb talabni qilma. Hozircha taxi buningga buni qilsang bo'lmaydi degan qarorni chiqarib bo'lamadim. Ma'nodan ilaqi sizning bir azroq andishingiz bor ekan. Masalan, men bir ishga o'lcham borchu. Siz davatgan bek berilib ketishdiki bekning o'lchimi bilan bu azimatniki bek o'ynab ketgandiki bekning o'lchimi o'xshamasligi mumkinchu. Mushu narsani aydin qilib olsak, amaliyotda siz bir o'lcham chiqarib bersangiz, to'smayma bir kunda yarim soat yoki 20 minut atrofida deydigan bir aniq o'lcham bo'lib kelsa, bu hal bo'lib ketadigan shunday yaxshi masala ekan. Lekin biz bu o'lchamni azmat bilan birga kelishib olamadik. Menimcha yarim soat yetmaslik mumkin bu azmatga shu hozir. Hamda hozir men bir necha ishlarga diqqat qilib turib mail dedim. Masalan bu televizorning ichida, talla televizorning ichida butun dunyodagi aeroplan hadislarning hammani ko'rib bo'ldi. Aeroplan shu nada hadis bo'lgan bo'lsa, shuning aeroplan hadisini ko'rib bo'ldi. Ondan keyin ba'zi tarixiy shu maxsus filmlarni 2 dunyo haqida buni qiziqish va uni ko'rdi.
buni aralashtirsa, masalan, chuqumli iPad qaramasdan birdam ani qilsa, birdam shu o'zining do'stlari bilan paranglasa, anadagi topshiriqni ishlasa, mening boshqa fikrim yo'q. Nimishqa desa, buningda bir ortiqchilik bor. Ko'rgan narsani boshqalarga yetkazadi. Masalan, bu kichik 6 yosh vaqtimda, 7 yosh vaqtimda chiqib bir astronomiya haqida bir 10 minutlik planetlar haqida bir o'zini tushunadigan filmini men ishlab baqqandim. Butun bilgini bo'yicha rasmiy bir shu riyosachilardek, diktorlardek tushunadigan bir film bor. Saqlab qo'ydim. Uni shu chaqda men nimaga chiqargan, torlarga chiqargandim. Keyin qarasam, o'zi ikkinchi dunyo urushi haqida ko'rgan maxsus filmlarni so'zlab shu davlatlarning o'zaro shu ikkinchi dunyo urushidagi roli degandek narsalar, cho'ng gaplarni so'zlab o'tirib ketibdi. Shunga hozircha buning qiziqishiningki dairasiga chap qo'ymadim. Hatto yo'lda mashinada kelguncha men o'rgansam bo'ladi, naqsha aytishni o'rganib qo'ysam bo'ladi, ganchongni o'rgansam bo'ladi, lekin men buni kasb qilmayman dedi. Onunğumu hozircha lekin meni o'rgatib qo'yish majburiyatim bor. Keyin cho'ng bo'lgan chog'da dadam mush hesni qilib turib, "Ajab, siz o'rgatmabdi ekansiz" deb qolsam, men o chog'da ya qarab qolsam bo'lmaydi. Shuning uchun shu hamma jihatdan o'rgatib qo'yishga tegishli narsalarni o'rgatib qo'ysam ekan deb umidim, orzuyim cho'ng. Azmatninkini anglab boqaylik. Masalan, abaytin degandek iPadga bak qaraydi degan narsalarga nisbatan azmat ko'nglida qanday o'ylaydi? Shuni bir anglab boqaylik bugun. Men buni qilgandan keyin dadam ishlarni avatib, ondan do'yinglarga avatib, men o'zim saqlab olganman. Ondan keyin shu do'yinglarni shu haliqib ba'zi bu yil 5-oy vaqtlarda shu haliqib o'zim tunji qitim shu bu yil 1-oylarda tunji qitim bir aeroplan ko'rdim. Shuning bilan amsin bu dunyoda menda menga o'xshaydigan odamlar bor ekan deb o'ylab. Adam shuni dendan qilaversam bu do'ying o'zi tuyjan qilamasmi? Shuning bilan bu narsani tuyjan qilavergankim, shu 5-oy, 6-oyda fishing bir do'ying olsin kim. Qarsam bu jadek qilmaydi uchun. Qanday qilsa jadek qilmaydi qanday? Shunda baq. Masalan, qanday jadek qiladi? Hamma shuningsi shu nima deymiz? Ras shu ondan sizin qilib baqdim. Sizin qilsam javob qaytadi. Ondan men bakchiq ventilan qilsam bu fishingga Istanbulning birinchi qitim tunishqanim menga ajab sen cho'ng odamga o'xshash so'z aytgansan deb boshladi. Evet degan. Shunda berenda o'zim shu deb qisib oxirida biz tunishib oldik, fishingni qattiq lekin u vaqtda u tushundigandek ishlar yo'qdi. Keyin yana shu ashtaqqa yangi fishingga uchirdim, yana bir dadam degan inson borligini fishingga yana uchirib, uning sizni qilib shu pejingga shu bir tushun qatqandi. O'shanda sizlarga o'xshash bolalarga so'zlashgan deb bergan ekan. Men u vaqt o'ylab, men ma'qul dedim. Ondan ma'qul deb uni kirib bakchiq men burun bilmaydigan ishlarni o'rganib, Burunqi uch saprand yo'liqib baqmagan masalalarga yo'liqib senda. Yo'qib, ashta o'rganib qanday qilish kerak, hamma narsani qilib dadam buni deb berdi. Bu uchun hozir pashpisi qoldi. Burunqi o'xshab yotganda Qizg'in emas. bir yak kelib qaytib kelsam, shoshi jo'ja emas. Hozir bir qaytib kelsam 0 faqat oz yo'g'ash. Shuning bilan men bu yaqinda yozib men maktabga chiqdim. Qaytib kelib yana mushanba kunda emas, har xil vaqtlarda to'ying sho'la qilsam, bu shu lish degan narsalarni sho'la qilib buvim bak yaqinda. Chunki shu jilupiyanning pendolarini chiqarganda hammasi debmida shu vaqtdagi payliqib rang qatqanlar. Boshqa bir xil odamni bir xil qiziq turib qilgan to'p. Shuna uni joyliqib qilsam, necha kun burun shu televizorda buning jilupiyaning o'zini topdim-da. Shundan ko'rib ketib bu Argentina vaqtlarga bakchiqishlar bilib shu ras ishlarni bilib shu ko'rinishdan ko'rgan ekan
dadamga deb berip. Sen biz hazırgıcı bilmeydiğin nurgun narsalarni bilip bo'psan bo'lamamdi. Ma baldaylıqı özlüğüdün ügünüş iqtidari Daribek tam yuqori, ya. yaşlı balalar qaraganda xeyli bekli yuqori. Eng mümkün izlenip durup. Özümge layık uçurni men näden tapaman, qandaq tapaman. Buni biz men ügütemeyme balam uçu. Ma bu faqat qo'l silib ishlash jarayonida izlab biqib ha deb yo'l tepib mağalaydı. Ma meni bek Mesela bu suyundirdi. narsalar bizning mesela ballardan bacı en kısa tapşırıq yo'liqqa masildimi? Bilmagan bitimmi qoldi. İzdinish degan narsa bo'lmaydi. Anki izdenishning yo'lini biz ko'z tutib qo'ysaqmi, shu qitimda izlanganda qamlar keyingi qitimda yana qilib qoldi ekanda, amaliyotda hozir azmatning da'atqanda ko'di, to'xtab buni ma'dan topaman. Qanday qilaman? Shuning munosabatli odamlarni tepib, uningga sishing yezib degan narsa anki dadillik buningdiki. Bununla asasen arzularını imkaniyetimden yetishi bo'yicha qandirayotgan taraflarimdan foydasini ko'rib qolganim uchun hozirmi ashta qilyapman. Hatto shu Beijingga borgan vaqtda bevos Beijingdan qaytib kelsak bo'ladi. Mushu necha ay bana qulqim qo'yayotgan bir gap bor. Mush Aysan Baling degan aeroplanlarning eng cho'ngi. Bu manda yasalgan, anda yasalgan, mayar yasalgan, hozir qandaroq darajada bo'layotganligi to'g'risida bak chiqqa qilib dadamish Beijingdan biz mush Guangzhou taraf uchib ana Urumchiga qaytsak Aysan Balingga bir qatim o'tirib oldik ekanmiz degan. Shu uchurni o'zi topdi. Ha, shu uchurni o'zi topdi. Talabni o'tirib qo'ygandan keyin men necha qatim talab qilgandan keyin bo'ladi ma'qul deb Beijingga berib, bevos Urumchiga qaysam bo'ldi asli. Keyin Guangzhouga bir qatim uchdik. Guangzhouga Aysan Balingga biletni olib, Guangzhouga bir qatim uchib, bir oqshom qonab Urumchiga qaytib keldim. Bu andan keyin aeroplanga chiqib azroq jon tepiyan ishlab oldi bu. Shu bir boshdan apparatni tutib maqdim. Ikki qavat aeroplanni aylang'ich araliqda buni qancha odam sig'adiganligi, mulozimlar nadiyatido, uchiqishlarning qandaq shunda o'rinlari bor degandek boshlab so'zlab ketgildi. Men apparatni olib menyapman. Buningga mulozimlar diqqat qilib qopti. Shuninglar shuncha tiplar men uxladim. Biz yataqliqni olgandik. Uxlab qolgandan keyin bir chaqlar qarsam bu mush mulozimlar bilan bularning armalish uylariga kiribdi, yataqlarni ko'ribdi. Andan keyin bu rasmiy bir cho'ng aeroplan ekan. Men hayron qoldim, bunda bir aeroplanga bog'langan. Bu yataqlarni ko'rgandan keyin bu mulozimlar diqqat qilib Jijang degan gap. Jijang degandan keyin Jijang buning maxsus bir shu Nanxanning konvertini elib shunga cho'ng bo'lib bizning sipimiz qatlashini umid qilaman deb Jijang ismini yozib qoldirib ketdi. O'ygansam shuni ko'z tutadi mana shunda xo'shalaldi. Siz ma yajalanasiz? Endi bayatda yaq memjakam shunda jiq gaplan dedi-ku. Men nimani his qildim deganda, boshdan oxir sifatli bir hamroh bo'lish degan narsani his qildim. Mishlarning hammasidan. Mishqa deganda nurg'unlagan otalar hozir hammamizning o'xshash besim bor. Hammamiz jahondarchilik, tirikchilik uchun tirishyapmiz. Aile uchun, o'zimiz uchun, texnik yaxshi o'zimizni uchtirish uchun tirishyapmiz. Memjakamnimi nurg'un odamlar sahnlarda, ekranlarda nihoyatda chiroyli kelishgan holatdagi bir sahna kiyimlar bilan to'xtamay shuni demakchi, to'xtamay uchayotgan, o'yin qo'yayotgan yoki boshqa ishlar bilan aldirash yurayotgan holatini ko'rib, hargizmi masalan maxsus vaqt ajratib bolasini oyning tutilganini ko'rgan vaqtini dedi. Hattoki ash aeroplandan mening aldirash ishim bor bolam. Urumchi nurg'un saqlayotdi, kelar qitim bo'lsin. Emas, amaliy harakat orqali shu vaqtning o'zida eng sifatli yaxshi hamroh bo'lish bilan azmatniki go'zal bir tilakka ega bo'lgan bir yaxshi konvertini olib kelishiga hamroh bo'la olibdi-da. Mushning o'zi bek yaxshi bir ish ekan. Chunki nurg'unlar aldirash xizmatim, aldirash damog'anda deydi. Amaliyotda damog'anda-chu deganda to'xtamas tugumas eliqi so'rin. Eliqinda balkim uningga hech qanday ahamiyati bo'lmagan odamgarchilik yoki bo'lmasa nurg'unlagan choy, u bu ishlar bilan yani nurg'un vaqtlarni bolalarga haqiqiy ajratmaslik mumkin. Amaliyotda biz hammamiz aldirash, sifatli kamroq bo'lish degan nima deganda, bir kun kash ketsan bolalar bilan birga bo'lamaysan. Lekin shu kashdagi 1-2 soat vaqtda sen eng yaxshi holatingda, eng erkin holatingda uning qalbiga quloq silib, sening o'ylig'ini uningga deb o'tkazgan. Yashimaganda oyda bir kun, haftada bir kun. Memjakam shunda yaxshi amalga oshiribdi-da. Hech kim balkim bu marlamda sirtda o'zining xizmati bilan, sirtki ishlar bilan bo'lgan ekan,
ko'proq vaqtini bolalar bundan ajrata oladi deb o'ylamaslik mumkin. Ekran oldidagi nurg'unlar Memjakamga bo'lgan qarshi yana bir qitim yanglandi, yana bir qoyillik ochdi deb o'ylayman. Chunki vaqt ajratib kechalarda narsalarga berib, ko'rib, mayli ko'rsin, ko'msin, shuni his qilib kelganning o'zi balaning birisi ham ko'nglini to'q qiladigan, bir ishonch beradigan narsa bo'lsa, yana birisi dunyosini kengaytirishga texim yaxshi. Bir foydali deb o'yladim. Yana bir gapim dedi, iPad o'ynaydi, balam doying o'ynaydi deb. Endi nurg'ulg'an atalar balalarning iPad o'ynashidan ansiraydi. Birisi vaqtning zayi bo'lib ketishidan ansiraydi, o'rganishga ta'sir etishidan ansiraydi, ham uningki mazmundan ansiraydi. Bo'lib doyingniki. Lekin bu Mo'minjonning qan bek yaxshi ishi nima degan chaqda balaning dunyosiga kirgan iPaddan bir narsa tan ko'rib yiqibdi ana mazmunlarga. Hatto mushaqida gap qilsayliqi, "Voy men aldirash mening ishim bati emas", tan o'ltirib balaning gapini anglabdi. Mushning hammasi mo'yliq siz deyotgan sifatlik amra bo'lishga kirdi-chu. Am nurg'ulg'an atalar mishada o'ylab baqsa bo'ldi. Men balamga ishini aldimmi? Mo'minjon o'g'liga ishinibdi, qiziga ishinibdi. Ular quliga iPad olsa, chuqum o'ziga kerakli bo'lgan uchurlar ustida izdinyapti deb, hatto shu izdinishiga tang amra bo'libdi. Lekin biz ba'zilarimiz naytga asandiklar quliga iPad olsa, nima uchun iPad oldi, biroz savolga uchrab qoldimi deganni o'ylamaylam, oldi bilan bir mudofaa timini qo'yritimiz. Olmaslik kerak. To'rga chiqmaslik kerak. Telefon o'ynamaslik kerak deb, ma ishonchni baliq bo'lgan ishonchini harakat orqali men sening qilayotgan ishlaringga ishonmayapman degan signalni xato berib qo'yamiz. Lekin bu butunlay xato. To'g'risi mana ma oiladan chiqdi. Bu bek go'zal ishga. Bizning oilamizdami ancha-muncha bormi shu bolalarningki telefoniga, iPadga qarata bir xil sezgirlik bor. Sezgirlik tufaylidan lekin bir aql cheklayotmagan yerimiz bormi? Pat eskartib qo'yamiz. Eskartib qo'yib, unchalar birlik ketmagan, biroz qo'yib qo'ygan degandek gaplar bilan bular eskartib turatamiz, lekin shu yaqin arada bu bolalarimiz bilan o'zaro tushunchasiz qilib qanchalik vaqt ko'rsa bo'lganligini bir kelishib bo'ladi deb umid kelishtirib qo'yaylik biz hozir. Endi yana bir narsa, masalan, mening o'tir maktab vaqtlarimda men tarix darsini tushunmayman, yodlasam bo'ldi. Imtihon berib unutib ketaman. Lekin azimatda hozir qarab yiqin 2 dunyo urushidagi masalan aeroplanlik muloqot narsalar bo'lsa, bu tirik bir ma'lum bo'lib so'zlay oladi-da. Amaliyotda mushmi biz o'ynashga tegishli masala-chu. Biz bolalarni qaysi xil usulda, qaysi xil narsa o'rganishga yetaklayapmiz. Yoki o'zi yaxshi ko'radigan bir o'rganish usuli bormi? Shu usulni biz ta'minlab beryapmiz deydigan savolni biz bir o'ylash baqsaq bo'ldi. Meni hamda to'liq cheklamasligimdagi sabab mushu ishlarni qilish orqali bu o'zligidan aktivlik bilan men bir narsa uchurlarni berdi-chu. Manda narsani ko'rdim dedi, anda narsani ko'rdim degandan men qasddan gamda "Nereden ko'rding?" deb so'rab qo'yaman. "Nereden topding?" degan so'ragan vaqtimda da yezib qo'ydi. Shu yezib qo'ygandan keyin shu ko'rayotgan shu iPad uchurlar, internetdan kelgan uchurlar. Shunda bo'lgandan keyin yaxshi uchurlarni egallayotgan vaqtda men hozircha to'smay turay. Bu hozir kitob burun kichik vaqtida kitob orqali egallagan buni. Kitob orqali egallab, hozir sen o'zing bir deb baqsang shu kitob orqali nima hozir kitob orqali egallamay, iPad orqali egallaydigan bo'lib qoldim uchurlarni. Hozir nima kitoblar bir kitobda masalan men kichik vaqtimda o'qigan kitoblarda bir narsani ashunday bir nuqtadagi narsalar ba'da bu kitobda andin o'qib birdan ilib o'qib oxirida o'zim endi topa oladigan kitob topolmadim. Andin bu iPadda hamma topqili bo'ldi. Shundan buningda ashta tipib endi yangi kitobni topa olsam o'qiyman shu bu yil o'qib turatman. Masalan, paraxot deymiz, har xil narsalarni kitoblarni o'qib turatman. iPadda hamma narsa bo'lgan ekan, shu lishi deymiz, aeroplan deymiz, tren deymiz, hamma shinfashani hammasi bu shu vanlobek foyda olib ketdi hozir. Hamma narsa shuning bilan birinchi vaqt bilan kelar ekan. Biz o'rganmasak bolalarimiz bilan fikrlashamaymiz endi. Shu nuqtada birinchi uchurni oldi bilan to'rdan topa oladiganman degandan keyin men yo'l qo'yishni og'amchini hozircha
sal Ama qo'yadi. Memcaka yaqinda bir parxut saprag'i chiqadiganday qilib turibdilar. Va bu gapni voy Parxut to'g'rida qildi deydi. voy bu necha gap bo'ldi. Biz bir qatim bir eng cho'ng nima deydi? Tesadüf saprag'i chiqadiganday turibdilar. Yo'q. Aşında Jilopiyanimni Necha ko'rib qavatlik paraxutda bir qatim sayohat qilib baqsaq bo'ldi degan gapni qilib. Bolam bu paraxut sayohati bizga tushmaydi. Hozir tushmaydi deb. Shundaroq deb turdim. Demak, qila oladigan ishni qilib turmiz bolam. Qilolmaydigan ishni mana shu taraf deyman-ku, bizga tushmaydigan taraflarini tushuntirib, bizning dengizg'ichiroq biz. Dengiz shaharlardan yo'lga chiqsak, qaysi shaharga berib qaysi shahar turishni Jinostik dengizdan eng yiroq shahar. shunda bo'lg'achqa bizning sharoitimizningki toza to'g'ri kelmaydiganligini. Shunga men sen degandek Aysanbaling degan Aysanbalingga chiqmadim, lekin bu cho'ng g'oyat zo'r parxutga men hozircha o'rlashtirib berolmayman deb. Hozircha dedi Jumo, hozircha deganning vaqt birligi bor. Arzu cho'qim bo'lish kerak. 11 yaşında aeroplan, hazır parxut to'g'riliq egallab bo'ldi. Bu 30 yoshga bormay Ayşarga chiqish imkoniyating bak cho'nka. Agar mushunda izlansa. Mening o'ylig'im bir qatim chiqdik, ikkinchi qatim ham chiqib, chunki bu Urumchida yo'q bu aeroplan. Urumchiga nima tushunmaydi? bu Ürümçi aydırımdan pavdası çoğun kunalaydı lekin mesela aş ayrıplan pavdadan bulup aş to'xtaydigan yerga borgandiki yol uni patramaydi. Yaqinda qisqa emas, yaqinda nima deymiz? Kichik, yaqinda jaydi, tar. Bu shu Aysanbalingning cho'ngligidan uningki tushishga va qo'zg'alishga ketadigan pavdoniki nimasi yetmagachga Urumchida yo'q. Shunaqankan biz faqat Beijingdan Guangzhouga yoki chet elning avalniyalar uchraydigan bo'lg'achqa buni biz bir qatim chiqdik, ya'ni bir qatim chiqamdiq. Biraqlab chiqib ketdilar deb ham chidab shu rasmiy Bovshan poyezdninki bir ayrimxonasi taklam, ayrimxonasi bo'ldi ekan. Haqiqatan bek yaxshi o'tdi-dadangim rahmat desang bo'lganjimu. Shundaq yaxshi go'zal orzularingga kichiklam yetibsa. Shundaq ko'ngilli suhbatda bo'ldik. Eng muhimi shundaq munavvar farzandlarni yetishtirib chiqayotgan har qaysiyatdan yetilgan bizning san'atkorimiz Memjakamga yana bir qitim qoyilligimiz ochdi ha. Memjakam sahnalarda, ekranlarda hammalar yaxshi ko'radigan bir cho'lpon bo'lib qolmasin. Oildim shunchalik yaxshi bir mas'uliyatchan ulgulikda shunchalik yaxshi bir sifatli kamera bo'lishni haqiqiy amalga oshirib kelayotgan bir dod ekan, shunchalik suyundik. Rahmat Memjaka. Cho'qim programmamizdan nurg'unlagan dadalar ko'rgandan keyin haqiqatan bir ta'sirlandi ham bir ulgu oldi. O'zim bir o'yilnish his qildi. To'xta. Men bu nurg'un vaqtimni balkim xizmat, balkim turmush deb aldirash o'tkazibdiman. Endi shu bolalarga yaxshi amra bo'lgan vaqtlarda men balkim vaqtni qo'ldan berib qo'yibdiman. Bular haqiqiy 18 yoshdan oshgandan keyin bizga tava bo'lmaydi. U chaqda oliy maktab safariga otlanib ketsa, bularni qachon kelsa bizga bir vaqt ajratqin deydigan vaqtimiz keldi-chi. Shuningcha buningga to'g'ri bir nishon, to'g'ri bir dunyo qarash, to'g'ri bir orzu, to'g'ri bir qiziqish belgilab, shuningga yetaklab berish haqiqatan ota-onalarning bir yuksak mas'uliyati ham majburiyatiga. Shunchalik ta'sirlandik. Eng muhim bizmi bekchiq bilimlarga ega bo'ldik. Men bek ilhomlandim. Masalan, menga kelgan ilhom nima degan chog'da mendiki o'ylanisha, biz ota-onalar hozir ko'z oldimizda qaysi muhim masala bor degan chog'da darslik, imtihonni yaxshi bo'ldi deb nurg'unlagan orzularni, qiziqishlarini biz balkim qanot quyruqlarini bo'g'ib qo'yayotgan bo'lishimiz mumkin. Endi bizning tarbiyalab chiqqan bolamiz qanday bo'ldi degan chog'da imtihonda 100 nomer olsang, uningkin ma'ningga berma deb qalsaq bolalar faqat imtihonni yaxshi beradigan mashina odam bo'lib chiqishi mumkin-ku. Lekin kelgusi jamiyat kimning jamiyati degan chog'da ijodkorlik ruhi boylarningki jamiyati. Unda bo'lsa ijodkorlik ruhini biz bolalarda qanday yetildiramiz degandek, xuddi shu Mo'minjonning oilasida kichigidan tortib uning orzu armonlari bo'lsa, amal va sharoitning yor berishiga yo'l qo'ygan asosda uning orzularini, qiziqishlarini amalga oshirib berish, amaliyotda bolalarning nazar doirasini kengaytiradigan bo'libmi, men nima qilaman, men kim deydiganga javob topadigan dastlabki bek go'zal palampaylar. Bu menga bek cho'ng ilhom bo'ldi. Ota-onalardan iltimos qilganim ham tavsiya qilganim, bolalarimizning orzu qanotlarini biz o'z qo'limiz bilan
qaychilar bilan kesib etib, kelgusida parvoz qilolmagan chog'da sen nimishqa parvoz qilolmading deydigan savol so'roqni to'xtatish uchun bolamizga unumli amra bo'lish jarayonida mushu bolaninki qiziqishlarga sharoit hozirlab bersak. Rahmat. Sizlarga rahmat. Rahmat. Shunchalik ko'ngillik paranglashdik. Oxirida program gruppamizning azroq ko'ngil so'g'imiz batdi. Qani qabul qilsanglar. Oldi bilan sizlar ko'ngil so'g'imiz Misran qizlari. Valloh bek yaxshi ko'rib qo'ydik buni. Bundan boshqa bizning Chumula markasidagi valloh yuyinish yurishligi, undan keyin Chumulamış apamniki. Mening Chumulamning shu valloh immuniya yastığı Taylanddan import qilgan, kauçuk kelimida ishlangan. Yastık mana lazım sizlarga. Uyqularni yaxshilaydi. Undan boshqa bizning hammamiz xalqimizning aytib yaxshi ko'rib ishiladigan al-xumar chash ozuqlantirish go'hari. Rahmat. Sizga mu? Hammalarga rahmat. Undan boshqa yana bir feyzi bir sovg'at bor. U bo'lsa-mu Muborak ma'lum bizga ta'minlagan Xinjiang idrok psixik taraqqiyot markaziniki bir oila kishilar birga o'ynashga bo'ladigan qum taxta o'yini. Bu qum o'yini degan bolalarniki bo'lsin, bizning bo'lsin, o'sha ichki dunyamizdagi butun narsalarni bilgili bo'ladigan bir o'yinkanchi, qumning tepsiga har xil narsalarni tizib o'ynaydigan. Masalan, bolalarda ko'rilayotgan ba'zi bir psixiklik masalalar bo'lsin, ichida masalan deyamayotgan, isbotlayamayotgan narsalar bo'lsin, bu qum taxtaning hammasiga chiqadi ekan. Shunga shu fursatda sizlarning bir oila kishilarning birga berib, Muborak ma'lumninki yetakchiligida qum taxta o'yinini ko'ngilli o'ynab kelishinglarni umid qilamiz. Sizlarni saqlaymaychimu? Chuqur. Bundan sonra hammalarga rahmat. Bugun aytimi ko'ngilli suhbatlashdik. Albatta programmamizdan ekran oldimizdagi barliq do'stlar o'zlari his qilib baxmagan, ko'rib baxmagan yep-yangi bir Mo'minjakamni ko'rdi. Albatta Mo'minjakamning suyimlik oilasidan, albatta oilasidagi farzandlaridan shunday yaxshi tarbiyalanayotganligidan texmi suyundi. Mo'minjakamga bo'lgan qoyilligi texmi ashdi deb o'ylayman. Albatta ham yana ekran oldidagi har bir tomoshabinimiz o'zi bir o'yinish bo'ldi deb o'ylayman. Albatta programmamiz orqali sizlarga mana shunday o'yinish bera olsak, sifatli kamera bo'lish, yaxshi yetaklash uchun azroq bo'lsa-mu yo'l ko'rsatalsak, biz qilgan xizmatimizdan to'liq mamnun bo'lamiz. Kelar qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Analar izlagan sifat. Balalar tashna xushallik. Ishonch, muhabbat Chumula oilasida. Ana muhabbati eng safdir. Chumula balalar yuyish asrash sovg'atliq yurishligi. Chumula. Hozirgi zamonda kim chechig'i ilim chapidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Ilim chapdim deb teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yilmi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilmi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash go'hari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq faqroq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilmi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilmi, quyruqmay chash oziqlash go'hari